Dugonalarimdan birining eri xiyonati oshkor bo'lgach, buyumlarini yig'ishtirib ma'shuqasinikiga ko'chib ketganini eshitganimda ichimda bir nima uzilgandek bo'ldi. Shu voqea vaziyatga boshqacha qarashga majbur qildi. Bo'lib o'tgan voqealardan nafaqat men, balki erim ham azoblanayotganini, oilamiz va farzandlarimga befarq emasligini tushundim. Biroz ko'nglim yumshab, erimga yaxshi muomala qila boshladim. Boshida eri xiyonat qilganlik men uchun do'zax azobi bo'lib tuyulgan bo'lsa, endi uni yengib o'tganimni his etardim. Albatta, bu oson bo'lmadi. Lekin odam sabr qilsa, barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishi mumkin ekan. Endi u men uchun bolalarimning otasi. Hozircha er-xotindek yashay olmas ekanmiz, hech bo'lmasa ota-onadek yashashga qaror qildim. Oradan o'tgan 2 oy esa turmushimizga avvalgi his-tuyg'ularni qaytara boshladi. Lekin hali ham uning telefonini, elektron pochtasini yashirincha tekshirishdan o'zimni tiya olmasam-da, uni kechirgandim. Nega menga xiyonat qildi degan savolga javob topishga urinardim. Bir kuni topgandek bo'ldim. Erkaklar bir-biri bilan raqobatlashishni yoqtirishadi. Shunday ekan, erim ham qo'shtirnoq ichida yurish qanaqa bo'lishini bilishni istab qolgan. Bor yo'g'i shu. Aksincha bo'lganda, u meni tashlab, ma'shuqasi bilan ketgan bo'lardi. Xiyonat haqida ko'p o'qiganim uchun bir kuni gazetada aktrisa Merlin Ditrichning agar ayol erining xiyonatini kechirgan bo'lsa, xatosini yuziga solavermaslik uchun ham o'zida kuch topish kerak degan so'zlarini o'qib qoldim. Oradan yana biroz vaqt o'tgach, oilamizda xotirjamlik hukm sura boshladi. Vaqt meni davoladi. Oilamni saqlab qoldim. Yuragimdagi chandiq sabab erimga butunlay ishonsam-da, har holda kechirdim. Albatta bu chandiq oilaviy baxtimizning husniga dog' bo'lib turibdi. Lekin dunyoda bequsur narsaning o'zi yo'q. Voqealardan to'g'ri xulosa chiqarib, o'zimga bo'lgan hurmatim ancha oshdi. O'zingni o'zing yaxshi ko'rmasang, seni hech kim yaxshi ko'rmaydi degan gap to'g'ri ekan. Endi o'zimga ko'proq vaqt ajratyapman. Erim bilan munosabatlarimiz tiklanib, boy bergan vaqtimizning o'rnini to'ldirish, oila davrasida vaqtimizni ko'proq o'tkazishga harakat qilyapmiz. Lekin qora kunlarni umuman tilga olmaymiz. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.